kam bo'lishi mumkin. U aniq direktorning ruhi. Yo'q, hech qanday direktor ruhi yo'q. Uni o'zim to'qib chiqargan edim. Unda meni kim ta'qib qilyapti? Hech kim. Sen o'zingni o'zing qo'rqityapsan. Balki yo'lakda hech kim yo'q. Ana, ko'rdingmi? Men maktab oshxonasidaman. Yaxshi. Endi chiqishga yo'l top. Va chiqib ket. Yaxshi. Chiqishga yo'l topolmayapman. Hali ham maktabdamisan? Podvaldaman. Sen menga podval shunchalik kattaligini ogohlantirmagan eding. Men hatto u yerni bilmas edim. Men adashib qoldim. Podvaldan ham chiqa olmayapman. Svet ham o'chib yonib o'ynab turibdi. Podvalda yana kimdir bor deb o'ylayapman. Balki shu maktab ishchilaridan kimdir bordir. Bilmadim, lekin devorda qonli panja izlari bor. U yerdan zudlik bilan ket. Men chiqishni topa olmayapman. Ey xudoyim. Men uni ko'ryapman. Kim u? Bilmayman, qandaydir qora sharpa. Qoch yoki yashirin. Qochyapman. Yana shvabralar turadigan xonaga keldim. Eshikni mahkam yopib ol. Xo'p. U meni yashiringan joyimdan ham topdi. Endi nima qilamiz? U eshikni tortyapti. Ochishga uranyapti. O'zingni qo'lga ol. Qo'rqib ketyapman. Atrof ham qorong'u. Svet ham yo'q. Nima? Menda bir reja bor. Qanaqa? U yerda svet yo'q. Hamma yo'q qorong'u, shundaymi? Shunday. Bilasanmi, seni ta'qib qilgan maxluq arvoh yoki jin? Aniq shunday. Yordam, iltimos. Jinlar yorug'likdan qo'rqadilar. Nima qildiysan?
telefoningda chiroqlarini yoq va eshikni ochib tashqariga qaradi. U esa yorug'likni ko'rib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Unday bo'lmasa-chi? Meni o'ldirsa-chi? Qo'rqib ketyapman. Shunday qilishdan boshqa ilojing yo'q axir. Xo'p, qilaman. Agar menga nimadir bo'lsa, alvido. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Maxluqdan qanday qochib qutulding? Men aytgan reja amalga oshdimi? Qanaqa maxluq, qanaqa reja? Haligacha kecha tunda seni maktabda ta'qib qilgan arvohni aytyapman. Qanaqa arvoh? Men kecha ham, bugun ham uydaman. Hech qanday arvoh meni ta'qib qilmadi. Jinnimisan? Kechagi yozishmalarimiz ham o'chib ketibdi. Sen bilan yozishganimiz ham yo'q. E'tiboring uchun. Balki bu tushimda sodir bo'lgandir. Sen aniq jinsan. Ha, bu albatta tush. Do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Shunda keyingi qo'ygan videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Rahmat.